Bugungi videomizda naqd pensiya tizimi bekor qilinadimi? Nafaqa yoshidagi aziz yurtdoshlarimiz pullarni qanday qilib oladilar va bu jarayonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan navbatlar muammosi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu savollar har bir nafaqaxo'rning yuragida gulgula solib, ko'pchilikning uyqusini buzmoqda. Hukumatning yangi qarorlari sabab sizning yillab to'plagan mehnatingiz evaziga olinadigan nafaqangizni olish tartibi o'zgarishi mumkin. Bu rostmi? Keling, birgalikda tushunamiz va bu murakkab savollarga javob topishga harakat qilamiz. Sizning haqlaringizni himoya qilishga qaratilgan ushbu videomizda nafaqat mavjud vaziyatni tahlil qilamiz, balki kelgusida duch kelishingiz mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish uchun aniq tavsiyalar ham beramiz. Azizlarim, esingizdami, yoshligingizda tong sahardan turib, qora ter to'kib, bu vatan ravnaqi uchun, farzandlaringiz kelajagi uchun qanday mehnat qilgansiz? Kimdir paxta dalasida quyosh tigida boshini baland tutib, umrining eng yaxshi yillarini bagishladi. Kimdir zavodda temir tersaklar ichida, chang va shovqin orasida tinmay mehnat qildi. Bu yurt sanoati rivoji uchun o'z hissasini qo'shdi. Kimdir o'qituvchilik sharafli kasbida kelajak avlodga bilim berishdek ulug' ishni amalga oshirdi. Yuzlab shogirdlarga yo'l ko'rsatdi. Yana kimdir shifoxonada insonlar salomatligi uchun jon kuydirdi. Tunu kun bemorlar holidan xabar oldi. Ularni davolash uchun bor kuchini sarfladi. Boshqa birov qurilish maydonlarida yurtimizni obod qilish yo'lida ter to'kdi. Yangi uylar, yangi binolar qad rostladi. Sizning har bir kuningiz, har bir soatingiz shu yurt uchun bag'ishlangan. Siz faqat o'zingiz uchun emas, balki butun jamiyat uchun yashadingiz, mehnatingiz bilan o'zgarishlar yaratdingiz. Yillar o'tib, sochlardagi oqlar ko'payib, yelkalar bukilib, nihoyatsiz o'z mehnatingiz hosilini ko'rishga haqli bo'lganingizda, pensiya yoshiga yetganingizda, bu haqqoniy nafaqani olish uchun qandaydir yangi to'siqlar paydo bo'lishi adolatdanmi? Shu yoshda ham yugur-yugurlar, navbatlar azobini chekish kerakmi? Sizning butun umr qilgan halol mehnatingiz evaziga beriladigan bu nafaqa sizning haqqingiz emasmi? Uni olish uchun ham shuncha ovoragarchilikka tushish kerakmi? Menga aytingchi, siz qancha yildan beri halol mehnat qilib keldingiz? O'z hayotingizdan, farzandlaringiz kelajagi uchun qilgan fidokorligingizdan, yillab tinimsiz ishlagan yillaringizdan bir lavhani, bir xotirani izohlarda qoldiring. Biz sizning ovozingizni eshitamiz. Sizning har bir izohingiz bu masalaning qanchalik jiddiy ekanligini ko'rsatadi. Bunday muhim o'zgarishlardan xabardor bo'lish, qonunlardagi yangiliklarni o'z vaqtida bilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yangi qonunlar, qarorlar, imtiyozlar haqida biz doimiy ravishda ma'lumot berib boramiz. Bu sizning haqlaringizni himoya qilish yo'lidagi ilk qadamdir. Bir marta obuna tugmasini bosib, siz kelajakdagi potensial muammolardan o'zingizni himoya qilgan bo'lasiz. Bizning kanalimiz doimo sizning yoningizda turib, huquqiy maslahatlar berishga tayyor. Yillar davomida naqd pensiya olish tizimi azaldan odat tusiga kirgan edi. Ko'pchilik uchun bu shunchaki pul olish emas, balki ijtimoiy muloqot, mahallada yigilish, bir-biridan xabar olish, yangiliklar almashish imkoniyati edi. Pochta bo'limiga borib yoki pochta xodimi uyga kelib pensiyani naqd pul ko'rinishida olish juda qulay edi. Pensiya xodimi har oy ma'lum bir kunda kelib, nafaqani uyning eshigigacha olib kelardi. Bu esa ayniqsa kasalmand, yoshi ulug', mustaqil harakatlanish imkoniyati cheklangan insonlar uchun bebaho qulaylik edi. Qishloq joylarda, uzoq hududlarda yashovchi bobo-buvilarimiz uchun bu aytish mumkinki, yagona va eng maqbul variant hisoblanardi. Elektron tizimlar, bank kartalari hammaning qo'lida emas edi. Ba'zilar ulardan foydalanishni bilmasdi ham, yoki ularning uzoq qishloqlarda bankomatlar umuman yo'q edi. Muhimi, pensiya o'z egasiga vaqtida hech qanday qiyinchiliksiz yetib borardi. Bu tizim o'zining soddaligi, an'anaviyligi va insonlarning xohish-istaklariga mos kelganligi sababli 100 yillar davomida muvaffaqiyatli ishlab kelgan. Bu tizim nafaqat moddiy, balki ma'naviy jihatdan ham qariyalarimiz uchun muhim edi, chunki u ularni jamiyatdan ajratmas, balki aksincha, ijtimoiy hayotning bir qismiga aylantirardi. Bugungi kunda esa davlatimiz raqamli iqtisodiyotga o'tish, barcha jarayonlarni avtomatlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish yo'lidan bormoqda. Albatta, bu yaxshi tashabbus va dunyo tendensiyalariga mos keladi. Raqamli texnologiyalar orqali ko'plab xizmatlar tezlashadi, shaffoflik oshadi, inson omili kamayadi. Bu esa korrupsiyaning oldini olishga yordam beradi. Biroq bu o'zgarishlar jamiyatning har bir qatlamiga birdek ta'sir qilmasligi mumkinligini inobatga olish zarur.
Yangi qarorlarga ko'ra, naqd pensiya berish tizimi bosqichma-bosqich bekor qilinishi, barcha nafaqalar bank kartalariga o'tkazilishi haqida gap-so'zlar tarqalmoqda. Bu bir tomondan mablag'larning xavfsizligini ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish, shaffoflikni oshirishga xizmat qiladi deyilmoqda. Pullar hech qanday vositachilarsiz to'g'ridan-to'g'ri bank hisobiga tushadi. Ikkinchi tomondan esa keksalarimizning hayotiga qanday ta'sir qilishini, ularga qanday qiyinchiliklar tugdirishi mumkinligini o'ylab ko'rish kerak. Har bir fuqaroning o'ziga xos ehtiyojlari va imkoniyatlari mavjud. 18 yoshli yigit uchun smartfondagi bank ilovasi oddiy holat bo'lsa, 80 yoshli buvi uchun bu katta muammo, hatto qo'rquv manbai bo'lishi mumkin. Texnologiyadan foydalanishdagi bu farq raqamli tafovut deb ataladi va biz bu tafovutning ijtimoiy oqibatlarini jiddiy ko'rib chiqishimiz kerak. Bu o'zgarishlardan eng ko'p zarar ko'radigan toifalar kimlar? Birinchi navbatda bank kartalaridan foydalanishni bilmaydigan, internetga ulanish imkoniyati cheklangan, smartfonlari bo'lmagan qariyalarimizdir. Ularning aksariyati qishloq joylarda, uzoq hududlarda istiqomat qiladi. Ular uchun bank kartasi nafaqat begona, balki ba'zan xavfli narsa sifatida qabul qilinadi. Ularning har biri uchun eng yaqin bankomatni topish, ba'zida bir necha kilometr yo'l bosib borish, navbatda turish, kartadan pul yechish qanchalik qiyin bo'lishini tasavvur qiling. Bitta qishloqda bitta bankomat bo'lsa-yu, u ham tez-tez ishlamay qolsa yoki ichidagi pullar tugab qolsa, vaziyat qanday tus oladi? Bu holat ayniqsa kasalligi bor, yoshi ulug', mustaqil harakatlanish imkoniyati cheklangan insonlar uchun haqiqiy sinovga aylanishi mumkin. Masalan, 221-shakldagi kasallik bilan og'rigan, 120 kilodan ortiq vaznga ega bo'lgan, harakatlanishi qiyin bo'lgan bobomiz bankomatga borish uchun kimdan yordam so'rash kerak? Qancha vaqtini yo'qotadi? Aholining 20% dan ortig'i internetdan umuman foydalanmaydi. Ularning yarmidan ko'pini pensiya yoshidagi insonlar tashkil etadi. Bu shunchaki statistika emas, bu millionlab insonlar taqdiri. Ularning farzandlari yoki nabiralari bo'lmasa, ularga kim yordam beradi? Ularning pullari oz hisob raqamlarda turibdi, ammo uni qo'liga olish uchun kurashishga majbur bo'ladi. Bu adolatdanmi? Ayniqsa banklarda va pochta bo'limlarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan uzun navbatlar, sanitar-epidemiologik vaziyat noqulay bo'lgan paytda keksalarimiz salomatligiga jiddiy xavf tugdirishi mumkin. Har bir navbatda turgan insonning yo'qotgan vaqti, sarf qilgan kuchi va asablari bu tizimning samaradorligini shubha ostiga qo'yadi. Lekin hamma ham xavf ostida emas. Shaharlarda yashovchi, zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalanadigan, bank kartalariga allaqachon o'rganib qolgan nafaqaxo'rlar uchun bu tizim ba'zi qulayliklar yaratishi mumkin. Ular pullarni bankomatlardan istagan vaqtda olishlari, hatto onlayn to'lovlar qilishlari ham mumkin. Bank kartasi orqali to'lovlarni amalga oshirish, kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni uydan chiqmasdan amalga oshirish imkoniyati ularning hayotini ancha yengillashtiradi. Shuningdek, nafaqa miqdorining oshirilishi masalasi ham dolzarb. Hukumat ijtimoiy himoyaga muhtoj, nogironligi bor fuqarolarimiz uchun nafaqalarni muntazam ravishda indeksatsiya qilish va oshirish ustida ishlamoqda. Bu kabi o'zgarishlar albatta maqtovga loyiq. Nafaqalar miqdorini doimiy ravishda inflyatsiya darajasiga mos ravishda oshirish, qariyalarimizning turmush sharoitini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Biroq shu bilan birga har bir qaror ortida inson taqdiri turganini unutmaslik lozim. Har bir qaror chiqarilishidan avval uning barcha ijtimoiy qatlamlarga, ayniqsa eng zaif qatlamlarga ta'sirini chuqur tahlil qilish zarur. Chunki har bir fuqaro yoshidan va yashash joyidan qat'i nazar o'zining haqqoniy pensiyasini oson va qulay tarzda olishga haqlidir. Sizning fikringizcha pensiyani naqd pulda olish imkoniyati saqlanib qolishi kerakmi yoki to'liq bank kartalariga otilishi maqsadga muvofiqmi? Shu savol bo'yicha o'z shaxsiy tajribangizni, kuzatuvlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday usulni afzal ko'rasiz va nima uchun? Misol uchun, men 15 yil pochta orqali pensiya oldim. Hech qanday muammo bo'lmadi. Endi bank kartasi bilan qanday yo'l tutishni bilmayman deb yozishingiz mumkin. Yoki men shaharda yashayman, bank kartasi juda qulay, navbatda turish shart emas deb o'z tajribangizni baham ko'rishingiz mumkin. Sizning har bir fikringiz biz uchun qimmatlidir, chunki u nafaqaxo'rlarimizning real ahvolini aks ettiradi. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchidan, agar sizda hali bank kartasi bo'lmasa, uni ochtirishga shoshiling.
Bugungi kunda aksariyat banklar pensiya olish uchun maxsus, ko'pincha bepul xizmat ko'rsatuvchi kartalarni taklif etadi. Banklarning maxsus filiallariga borib maslahat oling. Bank xodimlari sizga barcha jarayonlarni tushuntirib berishlari kerak. Ikkinchidan, farzandlaringizdan yoki nabiralaringizdan bank kartasidan foydalanishni o'rgatishlarini so'rang. Ularning yordamida siz PIN kodni eslab qolish, bankomatdan pul yechish, hatto mobil ilovadan foydalanish kabi oddiy, ammo muhim amallarni o'rganishingiz mumkin. Bu juda muhim ko'nikma bo'lib, kelajakda sizga ko'p yordam beradi. Uchinchidan, agar siz yoshi ulug' bo'lsangiz va bankomatlarga borishga qiynalsangiz, bankomatlar soni ko'p bo'lgan joylarni oldindan aniqlab oling. Agar imkon bo'lsa, pullaringizni olib kelishda oila a'zolaringizdan yordam so'rang. Ulardan sizning nomingizdan pul yechish uchun ishonchnoma rasmiylashtirishingiz ham mumkin. To'rtinchidan, nafaqat pul olish, balki kommunal to'lovlarni to'lash, do'konlarda kartadan foydalanish kabi oddiy operatsiyalarni ham o'zlashtirishga harakat qiling. Bu sizning kunlik hayotingizni sezilarli darajada osonlashtiradi. Beshinchidan, eng asosiysi, tushunarsiz vaziyatlarda doimo mutaxassislarga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga har tomonlama yordam berishga majburlar. Ularning ish joylarida maxsus qo'llab-quvvatlash burchaklari tashkil etilishi kerak. Qolaversa, mobil bank ilovalaridan foydalanish imkoniyatlarini ham ko'rib chiqing. Bu orqali siz uyda o'tirib turli to'lovlarni amalga oshirishingiz, kartadagi qoldiqni tekshirishingiz mumkin. Bu ilovalar odatda oddiy va qulay interfeysga ega bo'ladi. Ba'zi banklar keksalar uchun maxsus ijtimoiy kartalar taklif qilishi mumkin. Ular ko'pincha qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'ladi. Masalan, xizmat ko'rsatish uchun to'lov olinmaydi yoki ayrim do'konlarda chegirmalar beriladi. Ularni o'rganishdan erinmang. Hukumat ham, banklar ham bu yo'nalishda aholiga keng ko'lamli tushuntirish ishlarini olib borishi, maslahat markazlarini ko'paytirish kerak. Bizning kanalimiz ham kelajakda shu kabi masalalar bo'yicha batafsil qo'llanmalar, video darslar taqdim etadi. Eslab qoling, siz yolg'iz emassiz va sizning huquqlaringiz himoya qilingan. Ko'rinib turibdiki, naqd pensiya masalasi shunchaki pul olish tartibidagi o'zgarish emas, balki butun bir avlodning hayot tarziga, qulayligiga, ijtimoiy faolligiga ta'sir qiladigan jiddiy masala. Davlatimiz zamon talabiga muvofiq o'zgarishlarni amalga oshirmoqda, raqamli texnologiyalarni joriy etmoqda. Biroq bu o'zgarishlar inson omilini, ayniqsa keksalarimizning ehtiyojlarini, imkoniyatlarini hisobga olgan holda, bosqichma-bosqich va puxta amalga oshirilishi shart. Har bir yangi tizim qabul qilinishidan oldin, uning aholiga, ayniqsa nafaqa yoshidagi insonlarga qanday ta'sir qilishini chuqur o'rganish, sinovlardan o'tkazish va eng asosiysi, qulay muqobil variantlarni taqdim etish juda muhim. Shunda hech bir nafaqaxo'r o'zini chetda qoldirilgandek his qilmaydi va o'zining halol mehnati evaziga topgan nafaqasini osonlik bilan ola oladi. Xo'sh, naqd pensiya haqiqatan ham bekor qilinadimi va aziz nafaqaxo'rlarimiz endi navbatlarsiz, qiyinchiliklarsiz o'z mehnati samarasini qanday oladi? Bu savolga sizning javobingiz qanday? Sizningcha davlat bu masalada qanday yo'l tutish kerak? Sizning ovozingiz biz uchun juda muhim.